ota bobolarimiz xuddi mana shunaqa ko'rinishda uylar qilishgan aka. Ishonmasangiz, hozir ham shunaqa uylar bo'lishi kerak. Aka, siz ko'rganmisiz yo'qmi? Kommentariyada qoldirding. Eng asosiysi ko'pchilik mendan so'raydi, Abbos nima uchun oldin loy lomboz ushlaganda hozir ushlamaydi? Videoda ko'ryapsizmi? Oldin tomma o'rnida ham loy bo'lgan aka, keyin shifer bo'lgan aka. Undan keyin o'zimiz zo'r zamona qilib tunka qildik. Endi tunka qilganimizdan keyin bunda o'ylab qarasak, tunka issiqlikni tortadimi? Tortgandan keyin yana ko'proq issiqlik beradimi? Loy lombozni chochib tashlayapti. Aka, hammasiga o'zimiz aybdormiz va o'zimiz sababchimiz. Endi yechimi nima qilish keraksa, biz universal dekor nima qilib boshimizni ko'taramiz aka? Mana shunaqa loy lomboz o'rniga sizga hozir polistirol lombozlarimizni tavsiya qilyapmiz-ku aka. Siz bu polistirol lomboz haqida ma'lumotga egamisiniz? Ega bo'lmasangiz, mana kanal hoziroq obuna tugmasini bosib qo'ysangiz, siz juda ham ko'p narsa olgan bo'lasiz va foydali bo'ladi. Eng asosiysi, hozir bitta like ham bosib qo'ying aka. Bo'ldi, like bosingizda, aka endi qarang, bu polistirol lombozlarimiz vesiga juda ham yengil va tez tayyorlanadi. Loyga qaraganda 5 marta yengil va loyga qaraganda 10 marta issiq suvni yaxshiroq ushlaydi aka. Suvdan ham, olovdan ham qo'rqmaydi. Narxi nech pul deysizmi aka? Narxi ham juda ham arzon. Bitta qopimiz 105 ming so'm, 3 metr kvadratga yetadi, 4,5-5 sm qallaydi. Undan tashqari usta kelasiz, ustalarimiz borib 30 ming so'mdan 1 metr kvadratini to'shib ham berishadi. Xullas 60 ming, 65 ming so'mga sizga 1 metr kvadrat aylanmoqda. Aka, siz loy lomboz qildiraman deb hisob-kitob qilib yuribsiz-ku, usta haqqi nech pul ekan? Kommentariyaga yozib qo'ying, ne bitta.